Nimaga yolg'iz o'zing borasan? Senga bir narsa bo'lsa uydagilarga nima deb javob beraman? Siz aytgandek, u ham kimnidir oilasi, farzandi, opasi. Men yelkamdagi vazifamni bajardim. Seni yelkangdagi vazifaga nara chaqirish ham kirgan. Menga qahramonlik qilma. Tushundingmi? Tushunarli. Ketishga ruxsat eting. Ketishing mumkin. Mahallada onasi Telegramdan xabar tashladim o'sanga. Abdurahmonov, Albatta o'rta boshliq. mahallani aylanib chiqaylik yur. Hozir aylanib chiqdim. Men aylanganim yo'q. Aha, xo'p. Bo'ldi, ketishingiz mumkin, oq yo'l. Командир, спасибо. Salomat bo'ling. Всего доброго. Hop, До свидания. до свидания. Abdurahmon, nima ekan? Kayfiyating zo'r. Hozirgi yoshlar mahallani ichida musiqani baland qilib soat 12 dan o'tgan bo'lsa, vang qilib yuribdi. Shunday 192 ga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib berdi. Shunga qaramasdan kayfiyati buzilmay, rahmat komandir deb menga ham kayfiyat berib ketdi-da. Navbahor mahallasida hali hech kim xafa bo'lib chiqib ketmagan. Bilasizmi nimaga? Ha. Chunki bu mahallada siz bilan men xizmat olib boramiz. Bu gapni yur. Nabirangizni qidirayotganmidingiz? Xavotir olmang. Kuyovingiz yarashaman desa, qizingizni alimentga jo'natib yuboribsiz. Yaxshi emas, Nazira xola. Hech bo'lmasa, nabirangizni kelajagini o'ylang. Tirik yetim qilmoqchimisiz? Fikringizni o'zgartiring. Ertaga yo'q, yarashtiring ikkalasini. Maylimi? Ko'rsanam. Har kuni oldimga chiqadi. Dadamni sog'indim. Hech bo'lmasa shuni o'ylang. Tushundingiz degan umiddaman. Yaxshi dam oling. Xo'p, Shohruh ishga joylashdingizmi? Yo'q, hali joylashmadim. Mahalla komitetiga aytib qo'ygandim, ish topib qo'yishgan, lekin borib uchrashmabsiz. O'rtalarim ishonib qoldim-da. Shu o'rtoqlaringizda 5 yil o'tirib chiqdingiz. Onaxonda o'zi qancha qiynaldi. Hech bo'lmasa onaxonda o'ylang, ertaga borib uchrashing. Onaxonga siz keraksiz. Xo'p. Ko'rib turibsiz boshliq, Navbahor mahallasida yarim tunda bekordan bekorga ko'chada yurgan hech kim yo'q mana. Bu tomonga yuramiz. Odam yo'q degan? Ha? Mana bu yoqqa yurchi. Ha yigitlar, yarim kecha soat 12 dan maqib turibsizlar ko'chada. Ha, kirmoqchi edik. Och. Face'ingizlarni tanimayaptimi? Ha, shunaqa ozgina. Ha, bu domga turmagandan keyin tanimaydi-da. Abdurahmonov. Xo'p bo'la. Necha yoshsizlar? 18, 19. Buni oqibati nima olib kelishini ham bilmaysanlar. Qanchadan qancha oilalarni qon qaqshatgan. Yosh umringni xazon qilding. Olib keting. O'rtoq boshliq, bizni ham rag'batlantirishsa kerak-ku. O'zi qanday aniqladingiz jinoyatchilarni? Qara Abdurahmon. Har bitta mahallada 24/7 kuzatuv kamerasi o'rnatilgan. Fuqarolarimiz nazorat qilib turadi. Undan tashqari seni ham kontrol qilib turadi. Men har doim xizmat joyimdaman. Unda bor xizmat joyingga. Mahmadonlik qilmasdan menga. Xo'p. Katta leytenant berisharmikin degandimda. Ha? Ha, yo'q, hech nima. Sho'lponlikdan xol